Akalar, Allohning o'zi aziz qilib, kanalimizga uylargacha kelyapti reklama qilib berishga. Aka, salomatmisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Uylarni olib kelibsiz-da aka. Bu firma nomer muammosi bo'lmaydi firmada. Qarzdorliklar yo'q, to'lovlar to'lab qo'yilgan, xudo xohlasa. Narxini shunga qarab chiqaramiz, Alloh nasib qilsa aka, boramiz. Buning stoli benzin yuradi. Aha. Ichki qismi tok tishlaydi 220 da. Uyga qo'yib, qanaqa qilsa bo'ladi, zarjasi qilsa bo'ladi. Propanlari bor. Zavodskoy, u gaz plitali propan. Ha. Mashina mexanikada. Aha. Yurgani 2000 kilometr. Ha, yengilgan-da. 2025-yil yangilangan qaytarilgan. Tak, shuni ko'rish kerak. Bo'ldi aka. Hamma multimedialari. Ha. Chiroq, pro, gaz plita hammasini ishlab qiladi. Sirsi bor, katta konditsioner bor. Monte konditsionerlar bor. Topli pol hamma narsasi bor. Kir mashinasigacha ham bor ekanmi aka? Gap yo'q lekin aka qarang. Mashalloh, ichlarini qaranglar, spalnilarigacha. Ular ham bor ekan. 6 kishi yotib, uxlab. Tepada 2 kishi, bu 2 kishi bu pastga tushadi. Ha, bu yo'lida ham spalnisi bor ekan-a? 2 kishi, mana 2 kishi siradi. 6 kishi bemalol istiqomat qilib olsa ham bo'lar ekan-a? Morozinlik, televizor, hamma narsa bor. Oho. Mana yo'lda joylari ham bor ekan. Mana mana akalar funksiyalarini boshqarsangiz bo'lar ekan. Bu o'sha gaz plitalar ekan. Gaz plitalari bu yerda. Chiqib. Suv bor shlankalar, dush qilyapti suvda ko'chada. Ha, yo'q-e. Naveslarini tegidan chiqib. Mana yo'lda naveslari ham chiqadi. Mana bu nimasi bor buni? O'tda bagaj. Voy, ular naveslarigacha akalar salqingina qilib qo'ysa bo'ladigan ekan. Mana bu yoqda pechkalari, mana bu yoqda qarang, mana buni hozir ko'rsataman sizga hozir. Ko'ryapsizmi? Sklatlari. Mana bu yerdan suv shlanklari va cho'milsangiz ham bo'lar ekan. Mana bunaqa naveslari haqiqiy off-roadga chiqadigan, chiqqanda ham maza qiladigan 6 kishi oshna og'aylar, spalnilari o'tiradigan duvkat yo'llari, kir mashinalarigacha, bu yoqda konditsionerlargacha. Mana bu yerda 220 vatlik toklargacha akalar. Hop, bor ekan mashina. Paytida men hozir olib kirishim bilan 59 mingga bermadim da siz, uni narxini bitta qo'ydiraylik-da. Olgan odam jiz etsin, baraka topib olib ketsin. 50 mingga qo'ydirib yubora olasizmi? Agar 50 ming ko'tarmaydi. Ko'tarmaydimi? 52 mingga qo'yib yubora olamizmi? 52 ming. Aka, mo'ljal o'zi oxirgisi 55 topib oldi. 55 mi? 54 chi? Yo, 50 dolar bo'ldi. 50 Aka, tamojini o'zi 190 mingdan chiqqan. Tamojnisini o'zi. Agar mana shu mashinani chetdan olib kiradigan bo'lsa, aka necha pulga tushadi mana shu mashina? 53 shunaqalarga, 53-54 ga tushadi. Keyin vaqt ketadi. Pat zakazga bu. Zakaznoy Zakaz qilishga. choyda keladi. Okalar, zakaznoy olib kirtirilgan mashinalari